Assalomu alaykum. Bugun 8 mavzu elastik element, ya'ni prужинаga ulangan massaning harakati. Hokkiy qonuni asosida ikkinchi tartibli differensial tenglama bilan ko'rib o'tamiz. Mavzu rejasi bilan tanishtirib o'taman. Mavzu rejasi: birinchi reja Hokkiy qonuni va kuchlarning tahlili, ikkinchi reja Hokkiy qonuni matematik model tenglamasini chiqarish, ya'ni bu yerda ikkinchi tartibli differensial tenglamani tuzish. Xo'p, uchinchi rejamiz esa harakatning turlari va yechimlari. To'rtinchi rejamiz amaliy misollar va beshinchi rejamiz nazorat savollari. Hokkiy qonuni va kuchlarning tahlili. Hokkiy qonuni elastik jismlarning deformatsiyasi, ya'ni cho'zilish yoki siqilish va unga qarshi yo'nalgan elastik kuch orasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Va uning ko'rinishi mana bu elastiklik kuchini, ya'ni mana bu holatda belgilaymiz. F teng minusdan kx. Bizga ma'lumki, F bu yerda elastiklik kuchi, K bu jinoning qattiqligi, elastik koeffitsiyenti, X esa muvozanat holatidagi og'ishi, ya'ni muvozanat holatdan cho'zilish yoki siqilishni olishimiz mumkin. Bu yerda olingan ishoramiz esa minus ishora, kuch har doim muvozanat holatiga qarab yo'nalganligini bildiradi. Kuchlarning tahlilini ko'rib o'tamiz. Prужинаga ulangan massaga ega bo'lgan jismga quyidagi kuchlar ta'sir qiladi. Birinchisi og'irlik kuchi, ya'ni F teng mg ko'rinishidagi. Ikkinchisi elastiklik kuchi, ya'ni F teng minus kx. Uchinchisi Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan mana bu inersiya kuchini olishimiz mumkin. F teng ma. F teng ma bu bizga ma'lumki, m ko'paytirib t kvadrat x ta'sir t kvadrat ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Yana yuqoridagilardan foydalanib tenglamani tuzamiz. Prужинаning harakati uchun kuchlar muvozanatga keltiriladi. Ya'ni o'zimizda ma'lumki, mana bu elastiklik kuchi bilan mana bu Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra inersiya kuchini tenglashtiramiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi tenglamani hosil qilamiz. Bu ko'rinishdagi tenglama ikkinchi tartibli differensial tenglama hisoblanadi. Hayotiy misol bilan ko'rib o'tamiz. Liftda yuqoriga ko'tarilayotgan odam o'zini pastga tortilgandek his qiladi. Bu massa muvozanatdan og'ayotganida unga elastik kuch ta'sir qilishining natijasi deb qarashimiz mumkin. Shuningdek, avtomobil tezlasa yoki tormozlasa, prужинаlar bu kuchni o'zida to'plab qayta yana chiqaradi. Mana shularni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Hokkiy qonuni matematik model tenglamasini ya'ni chiqarish, bu yerda ikkinchi tartib differensial tenglamani tuzib o'tamiz. Ya'ni bu fizik modeldan matematik tenglamaga, ya'ni fizik modeldan ikkinchi tartib differensial tenglamaga kela olamiz. Savol: massasi m bo'lgan jismga elastik prужинаga ulangan bo'lsin, jismni harakatga keltirilganda u tebranma harakatni qiladi. Ushbu harakatni matematik modellashtirish uchun jismga ta'sir etuvchi kuchlarni tahlil qilamiz. Birinchisi Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra, ya'ni F teng ma yoki mana bu m kvadrat x taqsim t kvadrat olishimiz mumkin. Bu yerda eksakta jismga vaqtga bog'liq holati deb olamiz. Hokkiy qonuni bo'yicha biz yuqorida elastiklik kuchini olgandik, F teng minus kx. Elastik kuchi har doim jismni muvozanat holatiga qaytarishga intiladi. Shuning uchun bu kuch harakatga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi deb hisoblaymiz. Kuchlarning muvozanati: prужинаga ulangan jismga harakat faqat elastik kuchi bilan belgilanadi. Ya'ni tashqi kuchlar yo'q deb hisoblaymiz bu yerda. Va kuchlarni tenglashtirganimizda mana bu ko'rinish, buni teng chap tomoniga o'tkazdirib, buni soddalashtirganimizda, ya'ni emga bo'lib yuborganimizda mana bu ko'rinishdagi ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglamamiz hosil bo'ladi. Ko'pincha quyidagicha belgilanadi. Ya'ni o'zimizda ma'lumki, mana bu w kvadrat teng k taqsim m. Buni belgilashga to'g'ri mana bu ko'rinishdagi tenglamamiz hosil bo'ladi. Bu tenglama garmonik tebranishlar tenglamasi deb yuritiladi. Endi yana bir misol qarab o'tamiz. Ya'ni xuddi attraksionda harakatlanayotgan odamga o'xshab prужинадagi jism ham muvozanatdan o'tib turadi va har doim markazga qaytishga intiladi. Harakatning turlari va yechimlari bilan qarab o'tamiz. Garmonik tebranishi mana bu tenglamamiz umumiy
bu uchun yechim oladigan bo'lsak, eksakda yoki mana bu ko'rinishda hosil qilishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, bu yerda A va B boshlang'ich shartlardan topiladigan o'zgarmas sonlar, C tebranishlar amplitudasi, ya'ni mana bu ko'rinishda burchak tezligimiz mana bu deb oldik, fimizni fazoviy silish deb qaraymiz. Harakat sinusoida ko'rinishda bo'ladi, muvozanat holatida tebranma harakat qiladi. Harakatning grafik ko'rinishi quyidagilarni chiqaramiz. Ya'ni chizishdan oldin mana bu x-aksis sinusoida y chiziq tezligimizni, ya'ni mana bu ko'rinishda olamiz yoki bo'lmasa yuqoridagiga ko'ra mana bu ko'rinishda olishimiz mumkin. Tezlanishimizni esa yuqoridagidan mana qiynalmasin mana shu ko'rinishga olib boramiz. Yechimlarni boshlang'ich shartlar bilan aniqlash. Masalan, bizga boshlang'ich shartlar berilgan bo'lsin. Buni yuqoridagi tenglamaga qo'yamiz. Konstanta o'zgarmas sonlarni topamiz va qaytarib yana tenglamaning o'ziga qo'yamiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Harakatning turlari, birinchisi garmonik tebranishlar. O'z-o'zidan tebranma harakat. Ya'ni kuchlar elastik kuchi va inersiya kuchi. Ya'ni mana shu kuchlarni ta'sir qiladi, amplituda o'zgarmaydi, energiya saqlanadi, tenglama esa mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bu ikkinchi tartib differensial tenglama bo'lishni hosil qilgan hisoblaymiz. Keyingisi esa sunuvchi tebranishlar. Sunuvchi tebranish, ya'ni tormozlovchi kuch, masalan, ishqalanish, havo qarshiligini olish mumkin va mana shunga o'xshashlarni misol tarqata olishimiz mumkin. Amplituda asta-sekin bu holatda surib boradi, ya'ni kamayib boradi. Tenglamasi esa mana bu ko'rinishda ikkinchi tartib differensial tenglama ko'rinishda bo'ladi. Bittamiz esa bu yerda musbat deb qaraymiz. Keyingisi majburiy tebranishlar, ya'ni tashqi kuch ta'sir etadigan tebranishlarimizni olishimiz mumkin. Tizimga tashqi kuch bilan tebranish beriladi, tizim muayyan chastotada tebranadi, rezonans holati yuzaga kelishi mumkin. Tenglamasi esa mana bu ko'rinishda ikkinchi tartib differensial tenglama bo'ladi. Bitta misol qarab o'tamiz. Garmonik harakat uchun, ya'ni birinchi masalamiz sharti berilgan, massasi 1 kilogramm, qattiqlik koeffitsiyenti, ya'ni K ning qiymati mana bu 4 newton taqsim metr bo'lgan bir joyga ikkinchisi boshlang'ich holatda, ya'ni x0 teng 1 metr va y0 teng 0, ya'ni boshlang'ich tezlik 0 bo'lgan holatni qarab o'tamiz. Bunda yechim burchak tezligini yuqoridagi qiymatlardan topib olamiz. Keyin esa yuqoridagini o'rniga qo'yamizda konstanta, ya'ni bu yerda o'zgarmas sonlarni boshlang'ich shartlardan foydalanib topib olamiz. Konstantalarni topib berilgan tenglamani o'ziga qo'yganimizda yakuniy yechimimiz x-akda, ya'ni mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Ikkinchi misol, boshlang'ich tezligi mavjud. Yuqorida boshlang'ich tezligimiz 0 edi. Birinchi misolda, ikkinchisida esa boshlang'ich tezligimiz mavjud. Mana bu massamiz 2 kilogramm, K ning qiymati 8 newton taqsim metr, koordinatasi, ya'ni 0 da, boshlang'ich tezligimiz esa 1 metr taqsim metr ko'rinishda berilgan bo'lsin. Bu masalaning yechimida burchak tezligini topib olamiz va quyidagilardan konstant o'zgarmas sonlarni topib olamiz. Konstant o'zgarmas sonlarni topib, yuqoridagi tenglamaga qo'yganimizda mana bu ko'rinishdagi umumiy yechimimiz hosil bo'ladi. Ya'ni keyingisi esa nazorat savollari talabalarga beramiz. Shu bilan e'tiboringiz uchun rahmat.